Voy, tinib tinchimagan qaynana kelinlar. Yana nimalarni boshlayapsizlar? Turkiyadan novinkalar keldi, dvoyka, troykalar, yangi kolleksiya. ishlaydigan o'qigan ayollarga juda ham mos. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narx, razmer va fasollarni ko'rsatamiz. Lolaxon ishlayman, troyka, dvoykalar kelsa etik nargiz apedudis, aynan siz kiyadigandan ikki xil ranglarda ko'rishingiz mumkin. Troyechka bu, ichida koftichkasi, yenglari kalta, bomberi, modniy va yubichkasi, ustundagi cho'ko rangi. Razmerlarimiz turk razmerida 40, 42, 44, 46, 48, biroz bolshemerka 50 ga ham keladi. Narxlari 1.210.000 so'm. Navbatdagi italyanskiy batis matosidan yozbob koftipkamiz juda ham chiroyli. Oldida qo'l mehnati ishlovlar berilgan. Razmerlar turk razmerida 40, 42, 44, 46, 48, narxi 1.115.000 so'm. Ko'ynelardan boshqa yubka koftalar ham bormi deb so'rovdinglar. Mana yangi kolleksiya, matolari italyanskiy shtapel matosi, yozda yumshoqqina kiyishligi. Mana qo'limdagi troyechkamiz, ichida koftichkasi, yenglari kalta, qora va cho'ko ranglari, yubichkalari qo'shatilar qilingan. Razmerlarimiz turk razmerida 40, 42, 44, 46, 48, biroz bolshemerka 50 ga ham keladi. Narxlari 1.250.000 so'm. Navbatdagi yumshoqqina dvoykamiz matosi italyanskiy shtapel ko'rishingiz mumkin. O'qish ishlagan mazza qilib kiyib borib kelasizlar. Razmerlar turk razmerida 40, 42, 44, 46, 48, narxi 1.090.000 so'm. Chiroyli ayollarimizga chiroyli narxida bo'lgan troyechkalarimiz ko'rishingiz mumkin. Ichida o'zini koftichkalari bor, ustida bomberlari va yubichkalari yumshoqqina, yengilgina. Narxlari 780.000 bo'lgan troykamiz, razmerlarimiz turk razmerida 40, 42, 44, 46, 48. Endi kiygan go'zalligi ham juda ham chiroyli ko'rishingiz mumkin. Bo'limizda troyka ichida koftichkasida oldida aplikatsiyalar qilingan. Cho'q go'zal deydi. Va turkchasiga razmerlar turk razmerida 40, 42, 44, 46, 48, 50 ga ham to'g'ri keladi. Narxi 1.105.000 so'm. Dvoyka troykalarimiz yoqib, do'konimizga kelolmayotgan bo'lsangiz, uyda o'tirgan holda onlayn buyurtma berishingiz ham mumkin. Yetkazib berish xizmatlarimiz butun dunyo bo'ylab